Davom etamiz. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktabning 2, 3 va 4 sinflariga hujjat topshirgan talabgorlar uchun kirish imtihonlari o'tkazildi. Tafsilotlar galdagi lavhamizda. O'quvchilarni saralash va qabul qilish tartibi ilg'or xorijiy tajriba asosida ishlab chiqilgan. Bu yil ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligi tizimida yangi maktab, ya'ni xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktab internati o'z faoliyatini boshlaydi. Bu maktabga tayyorlov guruhi hamda 1-sinfdan 7-sinfgacha o'quvchilar qabul qilinmoqda. Ushbu sinflarga 25 mingdan ortiq talabgorlar hujjat topshirdi. Ta'lim jarayonida esa dunyoda samaradorligi e'tirof etilgan zamonaviy darslik va o'quv qo'llanmalaridan foydalaniladi. Ixtisoslashtirilgan ta'lim muassasalari agentligining yangi loyihasi uchun xorijiy tillarga ixtisoslashtirilgan maktabning boshlang'ich sinflari uchun sinov jarayonlari bo'lib o'tmoqda. Sinov jarayonlarida o'quvchilarimizga 30 ta savol bo'lib, ular uchun 60 daqiqa vaqt ajratiladi. Bunda 20 ta matematika fanidan va 10 ta ingliz tili fanidan o'quvchilarimizning test jarayonlari aynan o'sha yili tugatgan ta'lim dasturlaridan kelib chiqqan holatda savollar tuzilgan. 600 nafar o'quvchiga mo'ljallangan zamonaviy maktabda ta'lim xalqaro yondashuvlar asosida tashkil etiladi. Qayd etish joizki, har bir sinf uchun o'quvchilarning til kompetensiyalarini aniqlashga qaratilgan alohida baholash mezonlari va qabul imtihonlari talablari ishlab chiqilgan. Bu esa har bir talabgorning bilimini xolis baholash hamda eng munosib nomzodlarni saralab olish imkonini beradi. Ma'lumot o'rnida imtihon natijalari 20 avgustga qadar e'lon qilinadi.